hurmatli prezidentimizning tashabbuslari bilan tozalik va obodonlashtirish oyligi e'lon qilingandan keyin bizda 50-mahalla Namozgoh mahallasida ham ko'tarinki ruhda obod mahalla, obod ko'cha va ko'chalar hamma joylar birdaniga tozalanib bormoqda. Viloyat hokimligi, shahar hokimligi va obodonlashtirish boshqarmasidan mahallalarga ko'mak berib, ishchi kuchi berib, texnika bilan ta'minlab, hamma joylar tozalanyapti. Buxoro shahar boshqaruv servis kompaniyalaridan ham odamlar berilib, ishchi kuchi berilib, mahallalarda, ko'chalarda tozalash ishlari jadal ravishda davom etmoqda. Shu oylik doirasida mahallamizni, shahrimizni obodonlashtirish ishlariga o'z hissamizni qo'shamiz.